Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yo'l belgilarining koreys tilida nomlanishi deb atalgan darsimizdan QJ Pyojipan, ya'ni taqiqlovchi belgi turlari haqida gaplashamiz. Taqiqlovchi belgilar yo'l harakatini tartibga solish maqsadida avtomobil yoki piyodalarga muayyan harakatlarni taqiqlovchi yoki tartibga soluvchi belgilar bo'lib, bu belgilarni buzgan taqdirda jarima qo'llaniladi. Taqiqlovchi belgilar asosan wonhyong yoki samgakyong bo'ladi. Payg'ansek teduri, hinsek patang. Ko'rib turganingizdek taqiqlovchi belgi turlari ko'p. Har birini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi, 동행 금지, harakat taqiqlangan. Singyong 자동차 동행 금지, yengil avtomobillar harakatlanishi taqiqlangan. Singhab 자동차 동행 금지, yo'lovchi tashuvchi avtomobillar harakati taqiqlangan. 화물 자동차 동행 금지, yuk avtomobillari harakatlanishi taqiqlangan. 이륜 자동차 및 원동기 장치 자전거 동행 금지, mototsikllar harakatlanishi taqiqlangan. 직진 금지, to'g'riga harakat taqiqlanadi. 우회전 금지, o'ngga harakatlanish taqiqlanadi. 좌회전 금지, chapga harakatlanish taqiqlanadi. yuton 금지, qayrilish taqiqlanadi. 앞지르기 금지, quvib o'tish taqiqlanadi. 자전거 동행 금지, velosipedda harakatlanish taqiqlangan. umacha 동행 금지, ot arava harakatlanishi taqiqlangan. 진입 금지, kirish taqiqlangan. 주정자 금지, to'xtab turish taqiqlangan. 주차 금지, mashina qo'yish taqiqlanadi. 최고 속도 제한, cheklangan tezlik. 차폭 제한, cheklangan kenglik. 차 높이 제한, cheklangan balandlik. 차 중량 제한, cheklangan og'irlik. 차간 거리 확보, eng kam oraliq. 최초 속도 제한, eng kam tezlik. 소행, sekin harakatlanish. 보행자 보행 금지, piyodalar o'tishi taqiqlanadi. 경음기 사용 금지, signal moslamasidan foydalanish taqiqlanadi. 위험물 적재 차량 동행 금지, yonuvchan yuklarga ega bo'lgan mashinalar harakati taqiqlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.